Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida ta'kidlaganidek, yurtimizda uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi chora-tadbirlar doirasida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi hamda viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbirda yollanma qotillik jinoyatining oldi olindi. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra 2002-yilda tug'ilgan shaxs Toshkent shahrida yashovchi shaxs bilan o'rtalarida kelib chiqqan o'zaro nizo sababli uni o'ldirishni maqsad qilib yollanma qotil izlayotgani aniqlangan. Shundan so'ng tezkor tadbir o'tkazishga kirishilib, shartli yollanma qotil tadbirga jalb etildi. 2002-yilda tug'ilgan ushbu shaxs shartli yollanma qotilga o'zi bilan kelishmovchiligi bo'lgan shaxsni o'ldirishni buyurib, uning evaziga 2200 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'larini berishni va'da qilgan. Joriy yilning 27-yanvar kuni Samarqand shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2002-yilda tug'ilgan shaxs tadbirga jalb etilgan yollanma qotildan grimlangan murda fotosuratini qabul qilib olgach, 2000 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'larini bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. U bilan olib borilgan tezkor surishtiruv harakatlari davomida qo'lga olingan ushbu shaxs o'zi ishlab kelayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyatning 1996-yilda tug'ilgan rahbari, Toshkent shahrida yashovchi qarindoshi bilan oldindan mavjud bo'lgan nizolari hamda katta miqdordagi qarzi sababli qotil yollashga buyurtma bergani aniqlanib, mazkur shaxs ham qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqi bo'lib, u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish esa eng og'ir jinoyatlardan biridir. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, amaldagi qonunchilikka ko'ra, qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etgan shaxs umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazoga tortiladi.